baş i. İkinci baş i. O'tira i. İkinci o'tira i. Ayaq i. İkinci ayaq i. Ulanma i. Yalğız i. Tişlişipti, ikki eşit so'ngak talışıp, bayram qıptı meşikler, çavak çelişip. Pil üstüge çıqanmay, mulaqatdi Fatima, yırtılğaşqa kengliki yamap bədi baime. Hadam tikkichi, akam yazgıcı, singlim o'yinchi, men o'qig'ichi. Otasi quduq qazdi, bolasi she'r yozdi. İt, te, it, it. İ, şe, iş, iş. İ, ga, şi'ni qo'shsak, ishi bo'ladi. İ, şe, işi, ishi. Atqa, ni qo'shsak, atni bo'ladi. A, te, at. Ne, ini, atni. Ağa, tini qo'shib, sini qo'shsak, atisi bo'ladi. A, te, iti, se, isi, atisi. Tepişma. İnaq bir aile kişileri bulup, er gilasqa bek amraq gep. O bugün mu işqi minish oldida xotiniga. Xotin, mağa gilas üzüp egine, deb turibdi. Xotini idishqi suv quyayotgan bo'lsa-mu, erning ko'nglini deb gilas üzüp beribdi. Er gilasni elib yo'lda yigach zavodga beribdikan, ishqa kechikib qoldi va boshlig'idan tanqid anglabdi. Er ishlab etib, ish pushqida o'ylang'ach bir tepishmoq tuzibdi. U uyga kelganda heliqi tepishmoqni xotiniga aytib beribdi. İttiba möshkdi yo'q. İki chashqan tushkdi yo'q. Ilmakda ba tuzdi yo'q. Tilimda ba so'zdi yo'q. Gilasda ba omiddi yo'q. Mejitda ba mamuddi yo'q. Xotini bu tepishmoqni topolmay bolasidan so'rabdi. Balımı tapamabdı. Qiziqarlıq bo'g'ini keyin ermo uning javobini unutib qilib, hozirgacha ishga bormay o'ylanayotgandekmish. Kichik do'st, siz uningga yordamlashib javobini tepishib bera olamsiz.